Yoshlikdagi muammo endi o'zini asoratini berishni boshladi. Bemor yoshligida travma olgan va bu jarohat CD chiqaruv nayini torayishiga olib kelgan va endilikda CD bilan muammolar kelib chiqqan. Lekin o'z vaqtida shifokorga uchrab operatsiyani o'tkazgandan keyin Bahramjon akaning holati mana hozir operatsiyadan keyin gaplashamiz. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Bahramjon aka, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Operatsiyani yaxshi o'tkazib oldingiz? Alhamdulillah. Operatsiyani yaxshi o'tkazib oldik. Yoshlikdan travma bo'lganda e'tiborsizlik qilib yurganmiz. Yillar davomida bu jinday kuchayib bordi. O'zim sezdim buni. Har xil doktorlarga uchradim. Har xil dorilar buyurishdi, ichdim. Natija bo'lmadi, xullas. CD ichib yurdingiz dorilarni? Endi dorilarda to'g'risi shu 4 yilcha ichdim. Lekin nima bo'lmadi. Tabobat tomonidan ham qildim, xullas kalom bo'lmadi. Yechimni ham yerdan istadim, izladim, xullas topilmadi. Avvalgi shikoyatlar necha foizi yo'qoldi? Ochiqchasi aytavering, qanchasi yo'qoldi? Endi to'g'risi men xursandman hozir. Ilgari juda qiyinchilik edi. Kirganda odam mendan oldin chiqib ketgan, mendan keyin kirgan odamlarni ko'rib, men havas qilardim-da, xullas. Endi hozir zo'r. Ko'z tegmas. Allohim bundan bag'aga sog' salomat qilsin. Bemorlar rost bo'lsin. Allohim bemorlarga shifo bersa, hammaga salomatlik, sizlarga ham rahmat katta. Shunga o'xshash muammolari bor bemorlar nima deysiz? Qo'rqmay kelishaversinmi? O'ylamay kelishaversinmi? Albatta, bu qo'rqish joyi yo'q ekan. Hech narsa sezmaysiz. Do'stlar, agar sizlarda ham CD chiqaruv nayin torayish bo'lsa, siyishda muammolar bo'lsa, kuchlanib siyayotgan bo'lsangiz yoki CD chiqarishda qandaydir qiyinchiliklar bor bo'lsa, vaqtida murojaat eting. Qanchalik erta murojaat etsangiz, muammoni hal qilish shunchalik osonroq bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.